Bizim muxlislarimiz katta kichkina bir xil. Hammamiz bir xilmiz. Bitta boy yo kambag'al yo'q, hamma bitta kapa. O'shaning uchun hamma vaqt bir xilda ko'raverman. Bir xilda ko'rayotgan odamni men ham xursand bo'laman. Bolalariga shukur. Mana Kanaraka bozoriga kirdik. Kanaraka bozoriga ham kirsak inshaalloh, qo'limizdan kelgancha inshaalloh ko'rsataman. Kanarakalarda quloqlariga yoqib qolsa borib, bemalol gaplashib olib beraman. Boringizga shukur. Sog' bo'ling. Otingiz nima? Ha? Rasuljon aka. O'nta bozor boringizga shukur. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Muhammadjon aka uydalar. Balla, o'zingiz yaxshimi, tuzimisiz? Mana Muhammadjon aka shu bitta Kanaraka qafasga solib qo'yishadi. Kanaraka bozor bo'lib ketdi mana. Odam bitta odam bilan sigiziki ko'payaveradi, bozorlanirsin. Sog' bo'ling akajon. Hoji bobolardan duo olaylik endi. Hoji bobom bag'da ekanlar. Hoji bobo assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Keling. Bitta duo qilib berasiz. Amin. İşlerimizge rivacı omad versin. Kasb-ı sınavlarımızda Allah bereket versin. Vaqt versin, omad versin. Uzun ömür sıhhat salomatlik bitmez tükenmez boyli versin. Har qanday balo qazolarina shayton vasvasasidan qurutumatin bil mahal olimina o'zini sog'ini parvardigorim. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azabin nar. Allohumma ighfirli va li validayya va lis-sozi val jamiyal mu'minina va mu'minat val muslimina va muslimat bi rahmatika ya Allah. Rahmat hoji bobo. Amin. Shu joyda mana Kanaraka bozorlar chiqyapsizlar. Sizlar borib buni duolarni olib Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, hoji aka boringizga shukur. Nevara qalay? Yaxshi, yaxshi. Zo'r. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Akajon, shu yerda shunday piyalarni men qo'yib turamiz. Hoji bobodan duo olamiz. Mana hoji bobo. Siz bo'ldi. Akalar, Kanaraka bozorda Muhammadjon akam bilan shu hoji bobo boshlovdi Kanaraka bozor gulladi. Katta bozorda bitta odam chiqadi, aytam gulladi. Endi hozir baliq bozoriga borgandim, hoji bobo bitta ham baliq qolmabdi. Akvarium bo'mbo'sh. Siyomkani qimmani uni qarangda, siyomkani nimasini. Sotilib ketdi hammasi. Boringizga shukur. Sog' bo'ling. Baliqlar sotilib ketdi, qolmabdi. Bozorlaymiz. Bitta duo qiling hoji bobo. Parvardigor umrlaringga, rizqlaringga, tanajonlaringga Xudo. Amin. Va akalar, amin. Hayotingda yaxshilik kunlar ko'p bo'lsin. Nimani maqsad qilgan bo'lsa, Parvardigor maqsadlaringni bersin. Amin. Farzandlarni orzu-havasini ko'ringlar. Alloh akbar. Amin qilaring. Amin. Amin. Allah. Aka o'zingiz ham. Amin. Tinchlik-omonlik, Amin. kasbimizga, hammamizga. Amin. Avval niyat qilganimizda niyati yesin, bozorlarimiz. Alloh akbar. O'zimammi? Bo'pti. Ilohim, tinchlik-omonlik, xursandchilik, yaxshilik bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsa, Alloh taolo niyatlarini o'zitsin. Ey Robbim, bemorlar yotganimizda shifo ato etgin. Qarzi bolalarga najot bergin. Farzand so'raganlarga farzand bergin. Umralarga ham, hajlarga ham, jannatlarda ham billa bo'lib, oqibatimiz yo'qolmasin. Ey Robbim, ota-onasini o'yla, uylar qilaman, to'ylar qilaman, mashinalar olaman degan aka-ukamizga omad tilayversin. Qo'qonimiz bozori gulli bo'lsin. Allohu akbar. Boringizga shukur, sog' bo'ling. Xo'p bo'ladi. Kanaraka bozorimizga chiqsak, Kanarakalar bitta ikkita edi, hozir borgan sari 30 ta 40 ta qafaslarga osib qo'yishga, qaysilari quloqlariga yoqib qolsa, begona boshqa shaharda, masalan Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo, Toshkent, Farg'ona, Marg'ilon, Andijondan kelib qolsalaring, yo'lida qilib o'rtaga tushib olib beramiz. 50 ming, 100 ming, 200 ming, 500 minggacha arzon qilib olib beramiz. Bozorlarimiz borgan sari mana Qo'qonimiz bozori gullayapti. Hamma xursand, bolalariga shukur, sog' bo'lsin. Privazdoy Kanarakalar ko'rsataman. Mana privazdoylar, mana. Assalomu alaykum. Balla yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar aka, ishlar yaxshimi? Privazdoy, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi. Privazdoy Kanarakalar mabodo kerak bo'lsa, kelasizlar, quloqlaringga yoqib qolsa, mehmon bo'lsalaring 50 ming, 100 ming, 200 ming, 500 minggacha arzon qilib olib beraman. Ammo qo'qonliklar bo'lsa o'zlari gaplashib olishaveradi. Rahmat, sog' bo'linglar. Akalar juvonachalar chiqibdi. Bobodagi ishqiboz bo'lsalaring,
ko'ringlar. Qaysilari yoqib qolsa, murojaat qilasizlar. Oxiridagi nomerlarni berishsa, beramiz. Ammo qizil bor-ku, qizil. Shu boshqacha ekan baribir. Qizil. Bu chubatilardan sekiziga turlatib, moddan narx olsalaring, ishlab chiqarish o'zlaringdan. Narxlarni bilmayman, o'zlari aytishadi. Buni kaptallarda aqabaqa olib ketadigan bo'lsalar ham bemalol murojaat qilaverasiz. 300 mingdan ekan. Bunilari 40 ming, 50 mingdan ekan. Garbushkalar. Mabodo kerak bo'lsa, murojaat qiling, qo'limizdan kelgancha harakat qilib olib beramiz. Ammo uzoqlarga olib ketaman sizlar, bemalol olib ketaverar ekansizlar. Mana 2 par, 3 par kaptardi, bexijolar. Vallahinga shukur mana bozorimiz borgan sari gullayapti, ko'rib odamlar maza qilyapti. Men o'zimga yaqin insonlarga yaxshi kaptarlar ko'rsatyapman, ular ham ko'rib maza qilyapti. Vallahiga shukur, sog' bo'linglar. Ana Novot, Chinni, Guldor, Soch, Zo, ana. Ana uni qarang kaptarlar. G'aribjon, sizniki aka? Kimniki? Ha, sizniki emasmi? Ammo soch bori, Gulsar boshqacha ekan bari. Gulsar. Mana zo'lari ham boshqacha. Kimniki bu? Muzodjon kimniki? Assalomu alaykum. Berakasiz. Rustamjon. Kimniki? Assalom. Pulini atsiz bitta rudda qilib ko'rsatardi. Ochib turing. Guldor, nech pul Guldor? $200. Akalar, agar mabodo ishqivoz bo'lsalaring, haqiqiy o'zimizni holligi, Qo'qon holligi boqqan kaptallardan guldorlar mana. Mana shu oq cho'kar, guldor, oqmalla, cho'kar, mana cho'kar, qora cho'karlar, Qo'qonliklar rosa haydagan. Hozir ham haydayapti, Xudoga shukr. Mana, hoji aka o'zi yaxshimi? Aytdingizmi hoji akamga? Gap yo'q. Gap yo'q. Zog'i. Aka zog'i sotilibdi ona. Oma zog' ham zog' ekanda. Tumshuqlari oq, beklarini qarang, beklarini, ha? $200 sotilibdi. Olgan odamga rahmat, nasib qilsin. Gulsarchi? $200 ekan Gulsar ham. Mabodoga ishqivoz bo'lsalaring, bemalol juplavering. Ammo mallaga, zog'larga urib qo'ysalaring, malla Gulsarlar olib maza qilib chiqaraverasizlar, ham qarang. Janavorlar, cho'plarni, qaypoqlarni. Bo'ldi? Ya, arzon bo'ldi atamiz. Arzon aytamiz. 2 millionga cho'g'ini oldim, bersam bo'ladi. Gap yo'q. Akalar mana kesalari arzon qilaveramiz aka, sotishaverar ekan, olishaverar ekan, bolalariga shukr. Mana shunaqa kaptallar chiqyapti, odamlar ko'rib maza qilyapti. Mana shularni ko'rgan sari bironta kaptallar yoqib qolsa, mana unisi yoqdi desa, qo'limizdan kelgancha assalomu alaykum. Videolar, ballar o'z yaxshimi, tinchmisiz? Tumshuq kaltalar chiqibdi. Ishqivozlar bo'lsa, Qo'qonimizni bozorga kelaverasizlar, murojaat qilib aytaveramiz. E'tibor uchun rahmat, sog' bo'linglar. Bo'pti, mayli. Sog' bo'ling, ey. Ha, bo'ldi. Ha, bo'ladi. Mabodo o'yinchi, o'ynab cho'diyon. Kerak bo'lsa, bexijolat, Qo'qonda bor. Nomeringizni bering. 91 204 4175 murojaat qilib, atsalaring mana atsadigan bo'lsangiz yo'lida qilib berishadi. Videolar ota-onalari zo'r aka. Bexijolat, Luboy shahar olursa, Amerika, Fransiya, Italiyagacha uchib boraman agar uchib o'ynamasa. $200 qoramalla. Cho'karchalar. $200 aka, mabodo kerak bo'lsa $1000 mana qapasda turibdi. Kimdir Dubayga, kimdir Rossiyaga, kimdir Fransiya, Italiyaga borib maza qilib keladi sotsa mana. 1000 bor ekan. Bolalariga shukr ana $200 aka. Boqqan odamga rahmat, shunchalik mehnat qilib, voyaga yetkazib, tulatib, nar moda qilgan odamga rahmat. Endi ag'i ishlab chiqarish o'zlaringda. Bolalaringga shukr, sog' bo'l. Nomerlari yo'q, nomer o'zimniki. Mana Novvatan bor ekan, Novvatan.
Akalar haqiqiy lideri Mo'lo. Abdumalik, Absalom akamda ro'mollari bor. O'ktam akada alamazonlari bor. Ona birovni kattadan ber, lubo odamnikini beraverlar, birovga berishsa 15 kunlar qaytarib oladi. Chataq fel, unaqalarda kattaroqni akajon. Boringizga shukr. Sog' bo'ling. Mana endi bitta katta bozorimizda ko'rsatamiz, oxirida bittalak bozoramiz. Biz duo qilyapmiz Absalom aka. Amin. Allohu akbar. Videolar bog'lab rahmat deb like deb bozoringlar. Uni o'g'liga berib yuboraman.